Do'stlar, va nihoyat mana safarimda 115-kuniga yetib keldik do'stlar. 3-oktyabr juma kuni. Hammalaringning juma ayyomlari muborak bo'lsin. Do'stlar, bilasizlar, kecha afrikalik do'stimiz islom diniga o'tdi. O'z xohishi bilan o'tdi. Menga taklif berdi, sen bilan birga borsam bo'ladimi deganda, qarasam xristian ekan, to'g'risi. Alloh kimligini tanimas ekan, bilmas ekan. Men aytdim, islom diniga o'tsen birga borishim mumkin dedim, u o'taman dedi. Kechani o'zida xufton namozida ko'pchilikning oldida Allohni tan oldi. Islom diniga o'tdi do'stlar. Va nihoyat endi birga ketsak bo'ladi. Inshaalloh bugun juma namozini o'qib, uspet qilsak bugun, bo'lmasam ertalab yo'lga chiqamiz do'stlar. Kuzaturinglar, tinmasdan video qo'yib ketaman. Endi u inglizcha gaplashadi, men tilni bilmayman, sizlar endi yordam berasizlar ozgina inglizchadan. Keyin do'stlar, qaranglar, kecha zo'r voqea bo'ldi. Bir ikkitasi to'xtatib, siz TikTokda kuzataman deydi. Men TikTokim yo'q do'stlar. O'zim kecha ochib sirazi kirsam, shunaqangi nediklar ko'payib ketibdi. O'zim original nedik TikTok akkaunt ochdim. Nedik piyoda desalarni chiqadi mana. Kechani o'zida 10 mingta bo'lib ketdi do'stlar. Sizlarga kattagan rahmat. Ular meni boshqa fake akkauntlar nomimdan pul ishlayapti. Ishonmanglar, men hech kimdan pul so'ramaganman, bilasizlar. Pul tashlab beringlar, och qoldim, yo qolib ketdim demaganman. Inshaalloh Allohning yordami bilan Allohning uyiga yetib boraman va sizlarga salomlar aytaman.